Assalomu, boshlab oldim. Miyam ishib ketdi to'g'risi buni bir planlarni qilib, juda ko'pchilik kommentariyada yozdi, yorib yordinglar, lekin kommentariyada-chi oson yo'li qilsang bo'lmaydimi, boshqa. Menga oson yo'li kerak emas. Menga byudjetni chiroyli bo'ladigan variant menga qulayroq. Yoqadi shunaqa. Birozgina qiyin bo'lsa ham, ozgina murakkab bo'lsa ham, arzon, byudjetni va chiroyli bo'lishi kerak. Taqdirlar menga tekinga kelgan. Hozir bir qator qatirib chiqdim. Qiyshayib turadigan patolog qilmoqchiman, ustiga chiqib olmasligi uchun. Ko'pchilik aytdi, kichkina bu balon qo'y. Yaqin 200 taga yaqin makonga joy qilinyapti-da. Bu 200 taga necha yuzta balon olishim kerak, bilmayman. Balon bu arzon variant, tekin yotibdi-yu, lekin unchalik topish ham bor-da, uni olib ovoragarchilik ko'p. Keyin xunuk ham turadi u. Bir qator ushlatib oldim. Endi tepasidan ham bir qator qatirib olmoqchiman reykani. Qanaqa chiqishini o'zim ham qiziqyapman. Ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan. Boshlarni to'sgani eng optimalniy variant. Hipsakartonda o'yladim o'zimcha. 37 ming so'm ekan, ikkita olib oldim. Ham tepasiga, ham yonboshiga, mana shu uzunasiga ketish kerak edi. Plashatkamiz 30 metr. 30 metrga nechta ketadi hali bilmadim-ku, lekin paqirimizdan seroq. Reykachalar duolga qatirib chiqdim. Mana hipsakartonni qatirib ko'rdim. Vro'di zo'r. Ishlayapti, yaxshi. Hatto buni kelib birov kalasidan urmaydi-yu, to'qlamaydi-yu. Chunki orqa tomonni to'stiradi. Endi saldachalarni taxlab oldik. Kecha qo'yib turib, pastga, yonga, tepaga qo'ysak, nasib zo'r bo'ladi. Shuncha lo'rday kirib bemalol tutsa bo'laveradi. Salomon tomini ham yopyapmiz. Tayyor tepaga reykani qatirib oldim. Pastda reykamiz bor. Taqirlar mahkam bo'ldi. Shu qo'yib qo'ysak, akkurat bo'lsa kerak menimcha. Ular hech bir gap bo'lar. Xo'p. 24 ta joyimiz tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Mana 2 kundan keyin ishimiz bitgandan keyin boshqa ishlarimiz ham bor. Shu bitirib bo'lgandan keyin darsh ketamiz, xudo xolasa. Qisqa bo'lar ekan. Arzon, byudjetli variant. 4 ta reyka ketdi, 16 metr, 4000 so'mdan oldim. 2,5 ta gipsakarton ketdi. Bizga ko'proq olib kelib qo'ydim. Tariqa ham kerak edi baribir. Sal ozroq qilaman desanglar, 2 ta gipsakarton ham bir dunyo bo'ladi. Ichi ham juda go'zal bo'ldi. Bir ko'ring-da. Tak. Pastdan vid. Menimcha normalmi? Chuqurgina. Chin balondan ko'ra yaxshi-da. Somonini olib beradigan bo'lsa, kirib tug'adigan, tug'ib ketaveradi. Juda go'zal. Kiradi, tug'adi, chiqadi. Byudjetli variant. Qo'l qo'yadigan joy. Menimcha zo'r chiqdi. Sizlarga ham yoqqan bo'lsa, bitta like tayyorlaysizlar. Salomat bo'linglar.